Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Demak, namozdan so'ng jamoat bo'lib duo qilish to'g'risida gapirar ekanmiz. Jamoat bo'lib namozdan keyin duo qilish shariatimizda mashru bo'lgan amallardan hisoblanadi. Chunki bir qancha hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlarini fe'llarida bu amal bayon qilingan va bu amalga doimo targ'ib qilib kelingan. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deyiladiki: "Ya Rasululloh, qaysi duo ijobatga yaqinroq, qaysi duo eshitilguvchiroq?" degan mazmunda bir sahobalar tomonidan savol bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, tunning yarmida qilingan duo va farz namozlaridan keyin qilingan duo deb marhamat qildilar. Demak, bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, namozni o'qib bo'lgan inson, namozni ado etib bo'lgandan keyingi vaqt bir g'animat vaqt ekanligi va bu g'animat vaqtda albatta Alloh taolodan hojatlarimizni so'rab, duo qilib, dunyo oxiratimiz uchun kerakli bo'ladigan barcha hojatlarimizni Alloh taolodan so'rab olishligimiz va bu vaqtni yana qayta aytamiz, g'animat bilishligimiz lozim bo'ladi. Demak, ulamolarimiz bu hadisni sharhlar ekanlar. Namozdan keyingi duo ma'nosida o'sha farz namozidan keyingi duo nazarda tutiladi va o'sha farz namozini farzlari va sunnatlarini ado etib bo'lgandan keyin duo qilinishligi kitoblarimizda bayon qilib o'tiladi. Ana shunday manbalardan biri Hanafiy mazhabimizda eng mo'tabar manbalardan hisoblangan Durrul Muxtor kitobida ham shunday deyiladi: agar imom bomdod va asr namozini ado qilib bo'lgach duo qilib o'tiradi, ammo peshin, xufton namozlaridan keyin yoki shom namozidan keyin namozini farzini ado qilgandan keyin Allohumma antassalam va minkassalam tabarakta ya zal jalali val ikrom degan duoni o'qiydi yoki o'sha miqdorcha o'tirib undan keyin sunnat namozini o'qishlikka kirishadi deganlar. Chunki bunday qilishlik aynan o'sha mustahab ekanligi, ya'ni farz namozini ketidan mana shuncha miqdor, ya'ni hadisda bayon qilingan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozlaridan keyin Allohumma antassalam va minkassalam degan o'sha mazkur duoni, yuqorida aytib o'tgan duoni aytardilar yoki shu miqdor o'tirardilar degan hadis bo'lganligi sababli mana shuncha miqdor o'tirib duo qilib undan keyingi sunnatlarga kirishadilar, ya'ni mutavotir bo'lgan namozni sunnatlariga kirishadilar. Bu manbalar doimo inson zotini, musulmonlarni to'g'rilikka chaqirib, doimo insonlarni ibodatini mukammallashtirishga chaqirib kelgan manbalar hisoblanadi. Ana shunday mo'tabar manbalardan yana biri bo'lgan Fatavoi Hindiya kitobida namozdan keyingi duolarni maxfiy qilish mustahabdir deyiladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim ud'u robbakum tadarruan va xufyatan, sadaqallohul azim, ya'ni Robbingizga tazarru bilan va xufiyat holatda ovoz chiqarmasdan duo qiling deb marhamat qilingan deb bayon qilinadi. Yana bir manbada keladiki, bu aynan Imom Tabaroniy rahmatullohi alayhi Mu'jamatut Tabaroniy degan kitoblarida keltiradilar. An Habib ibn Maslamat al-Fihri wa kana mustajaban qala lin-nasi sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yajtamu mala'un fayad'u ba'dhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah. Ya'ni Habib ibn Maslama al-Fihri roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U duosi ijobat bo'lgan inson edi. Habib ibn Maslama bir kun odamlarga men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir jamoatda ba'zilari duo qilsa va qolganlari amin amin deb turgan bo'lsa, mana shu jamoatning duosini Alloh taolo ijobat qiladi deganlarini eshitganman deydilar.
Mana shu va shu kabi bir qancha asarlar, hadislardan ma'lum bo'ladiki, namozdan keyingi duo qilish mustahab amali bo'lsa-da, ammo namozdan keyingi g'animat vaqt e'tiboridan bu ishga qattiq kirishiladigan, qattiq bel bog'laydigan amallardan ekanligini bilish mumkin bo'ladi. Aynan namozdan keyin jamoat bo'lib yoki yolg'iz duo qilishga biror insonni majburlash, uni zimmasiga vojib darajasidagi bir yukni qo'yilmasa-da, ammo bu namozdan keyingi duoni g'animat bilish musulmon insonni doim qadrlaydigan, doim shunga urinadigan amallaridan biriga aylanishligi kerak. Afsuski, hozirgi kunda ba'zi joylarda, ba'zi jamoatlarda ko'zimiz tushib qoladiki, namozni o'qib bo'lgandan so'ng darrov o'rnidan turib ishlari bilan mashg'ul bo'lib ketishligi, namozni tugatish bilan darrov ko'chaga qarab otlanish holatlari yoshlarimiz orasida kuzatilib qolyapti. Yoki bo'lmasam ba'zi o'rinlarda yana bir holatga bizni ko'zimiz, nazarimiz tushadiki, farz namozini o'qib bo'lgandan keyin hamma sunnat namozi bilan mashg'ul bo'lib turgan paytda bir kishi o'zi duo qilib o'tirib, undan keyin duolarini qilib, zikr tasbihlarni aytib bo'lib, undan keyin sunnat namoziga kirishish holatlarini ham ko'rib qolyapmiz. Bu ish aynan mustahab bo'lgan, ya'ni shariatimizda yaxshi ko'rilgan amallardan emasligini mana biz yuqoridagi hadislarda aytib o'tdik. Yuqoridagi shariatimizni mo'tabar manbalarida bayon qilingan hukmlarda aytib o'tdik. Ya'ni bomdod va asr namozlaridan keyin uzoq o'tirib duo qilishga targ'ib bor, ammo peshin, shom va xufton namozlaridan keyin, ya'ni uni ketidan sunnat namozlari bo'lgan namozlarda o'sha hadisda zikr qilingan Allohumma antassalam duosini o'qish va undan keyin turib sunnatlarga kirishish kerak bo'ladi. Chunki mana shunday farzidan keyin sunnat namozlari bo'lgan namozlarda, ya'ni peshin, shom va xufton namozlaridan keyingi farzlaridan keyingi o'qiladigan sunnatlar mana shu farzga tobi bo'lgan, unga ergashib keladigan va mana shu farz namozlarini to'ldiruvchisi bo'lgan namozlar hisoblanadi. Shunday ekan, biz farz namozini o'qiganimizdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning odatlari bo'lgan Allohumma antassalam va minkassalam tabarakta robbana va ta'alayta ya zal jalali val ikrom degan duoni o'qishimiz yoki shu miqdorcha o'tirib, undan keyin darrov sunnatlarga kirishishligimiz va sunnatlarni ado qilib bo'lganimizdan so'ng zikr tasbihlar va duolarga kirishishligimiz kerak bo'ladi. Demak, mo'min musulmon insonlar har bir fursatni g'animat bilib duolarini Alloh taolodan so'rab olishliklari lozim bo'ladi. Chunki hadislarda keladiki, duo bu aynan ibodatni mahzidir deganlar. Shuning uchun bizni ibodat qilishdan maqsadimiz aslida zimmamizdagi Alloh taoloni bir buyrug'ini bajarish barobarida mana shu amallarimiz sababli Alloh taolodan bir hojatlarimizni so'rash, dunyo oxiratimiz uchun kerak bo'ladigan yaxshiliklar va gunohlarimizni kechirishligini so'rash bir imkoniyati va fursati hisoblanadi. Duo ijobat bo'ladigan fursatlarni g'animat bilib, doimo namozdan keyin jamoat bilan imom domlalarimiz jahriy duo qilgan paytlarida biz jamoatdagilar amin amin deb turib, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga muvofiq Alloh taolodan hojatlarimizni so'rasak, inshaalloh bizni ibodatlarimiz mukammallikka qarab boradi va Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.